Endi biz fragmentning eng beshiga bir jumla tizimlik qilib, shu jumla tizimlikni bassa, shu jumlaning o'ziga yetkazilgan qilib boqaylik. Unda qilish uchun ikki xil usul bor. Birisi fragmentning o'ziga o'zini ikki xil usul bor. Birisi fragmentning ustiga tizimlikni ko'rsatadigan list view'dan birini frame layout orqali akirib, bu birinchi bet bo'lgan vaqtda list view'ni ko'rsatadigan, qolgan bet bo'lgan vaqtda bu jumlani ko'rsatadigan qilsak bo'ldi. Ikkinchi bir xil usul ayrim fragmentdan birini qurib olib, u fragmentning ichida shu jumla tizimlikni ko'rsatsak bo'ldi. Biz ikkinchi xil usulni ishlatib boqaylik. Bu nisbatan oddiy bo'ladi. Endi fragment deganning biz ichidan quruq fragmentdan birini qurdik. Bu fragment mundarja deb qo'yib qo'yaylik. Mundarja. Endi bu mundarja fragmentning ichida nima bo'ldi desanglar, faqatla bir tizimlik listli bo'ldi. Bunday bo'lgandan keyin biz layoutlaydigan yerga text view'ning o'rniga faqat bir list view kirib qo'yaylik. List view kirib, buni ekranga to'liq chiqadiganlik qilib etsak, buning ko'rinma yuzining ichi tugidi. Ko'rinma yuzini qurib bo'lgandan keyin endi biz bu mundarja fragmentning ichida mundarjani ko'rsatish uchun biz mana o'shiq ishlatmaydigan qurilni o'chirib o'taylik. Endi biz buning ichidan bindingni ishlatish uchun o'xshashlar shu jumla fragmentning ichidagi shu binding ishlatadigan ikki qurni ko'chirib ekilib, ondan create view degan yerga bu qurni ko'chirib ekilib, qaytgan yeriga binding rootni qaytarib qo'ysak bo'ldi. Endi ko'chaga vaqtda diqqat qilgan narsamiz, bu jumla binding bo'lmaydi. Bu mundarja binding bo'lishi kerak. Shunga shuni o'zgartirsak bo'ldi. O'zgartirib bo'ldim. Endi bindingni buning ichida ishlatalaymiz. Endi biz bu listda jumla tizimlikni ko'rsatish uchun avval tizimlikni ilib olaylik. Tizimlikni ilish uchun qanday qildik? Tizim deganning o'zi tizimlikni ilish uchun avval biz helperni, jumla helper deganni qurib olaylik buning ichida. Jumla helper deganning o'zi jumla helper deb bu şekilde berdik. Berib bo'lgandan keyin endi buning ichidan biz jumlalar degan buyruq bilan tizimlikka erishalaymiz. Tizim deganning o'zi jumla helper jumlalar desak tizimlikka erishalaymiz. Endi bu tizimlikni listning o'zida ko'rsatish uchun biz binding id'si buning list mundarja bo'lsin. id'ni bekitib etdik. Bekitib etgandan keyin mundarja fragmentning ichida endi binding deb
list deb yozsak darcha chiqdi. Endi buning adapterini biz normal array adapteri ishlataylik. Array adapter deb buningki birinchi parametri context bo'ldi. Require context deganni ishlatsak, ikkinchi parametri shu layoutninki id'si bo'ldi. Layoutga biz Androidning o'zining tayyor layoutning ichidagi simple list item 1 deganni ishlataylik. Undan keyin tizimlikka tizim deganni yo'llasak bo'ldi. Endi bu şekilde mundarja degan fragmentda biz jumla tizimligini ko'rsatib beradigan bo'ldik. Endi birinchi betda uni ko'rsatish uchun biz bu jumla adapter deganning ichida burun tizimlik necha qanchalik uzunlikda bo'lsa shuncha bet ko'rsatdik. Bir bet mundarja qattiq, shuni plus 1 deb mana qilib qo'ygandan keyin buning ishiga endi agar position 0 bo'lsa, bu chaqda shu mundarja fragmentni qurib shuni ko'rsataylik. Val fragmentdan mundarja fragment. Ondan keyin fragment return fragment desak bo'ldi. Agar boshqa bet bo'lib qolsa, boshqa betilda burun fragmentning o'zini ko'rsatib bersak bo'ldi. Endi qarab boqaylik. Hozir bu jumla tizimligi chiqdi. Keyingi betga o'tsak, keyingi betilda jumlalar bor. Birinchi betda jumla tizimligi chiqdi. Endi bir masala, bu jumla tizimligimiz hozir modelning o'zini qaytarib qo'yapti. Modelning ichida toString degan funksiyaning o'ziga ashniki turkchisini ham qaytaradigan qilib qo'ysak, agar turkchisi quruq bo'lib qolsa, quruq narsa qaytarsin deb mana shaklda bersak. Endi buning yana bir xil usuli bu mundarja fragmentning o'zida tizimlikni yap bo'lgandan keyin tizimlikning ichidagi turkcha degan turkcha jumlaning o'zidan bir tal string tizimlikka qurib, u tizimlikni qaytarib bersak bo'ladi. U tizimlikni elish uchun masalan tizim buni string tipli tizimlik qurish uchun biz tizim degan buni map deb mana ichiga qaysi belak bo'yicha tizimlik shakllantirmoqchi bo'lsak, string tizimlik shakllantirmoqchi bo'lsak, shu belakning o'zini yozib qo'ysak bo'ldi. Mana shaklda shakllantirgandan keyin uning o'zini yerga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Shunga qaysi usulni qo'llansanglar bo'ladi. Men mana izoh qilib qo'yib turay. Endi biz mundarjani qurib bo'ldik. Mundarjani boshqa vaqtning o'zida shu jumlaning o'ziga boradigan qilaylik endi. Mundarjani boslar shu jumlaga o'tkazilgan qilish uchun biz mundarja fragmentning ichida list mundarja degandan keyin on item click deganga bir narsa qo'shsak bo'ldi. Set on item click listni deganning ichiga
Biz activity'ni ziyorat qilib, activity'ning ichida activity as main activity buningda page view va view pager va view pager'ning o'zini ziyorat qilish uchun biz buning binding deganni ziyorat qilsak bo'ldi. Binding deganni ziyorat qilish uchun biz bu main activity'da binding'niki private deganni ilib o'taylik. Elbette ziyorat qila olamiz. Binding view pager dedik. View pager view pager'ninki navbatdagi set current item navbatdagi betni bekitadigan bu funksiyani ishlasak bo'ldi. Biz buningda endi hozir qaysi jumlaga chekkan bo'lsak, shu jumlaning nomeri I deganni keladi. Endi jumla nomeri qo'shimiz 1 desak, birinchi betda mundaj bo'lganligi uchun shu betga to'g'ri yetkaziladi. Endi qarab boqaylik. Hozir mana birinchi jumla ko'rinmaydan qolibdi. Birinchi jumla ko'rinmasligining sababi jumla adapterining ichida mana 0 bo'lib qolgan chog'da degandan keyin agar 1 bo'lib qolsa get position deganni bir bet montajga qo'shilganligi uchun birni elib aytmasak birinchi jumla ko'rinmaydan qoldi. Endi tuzib aytdik. Endi qarab boqaylik. Günaydın diyeyim keldi endi. Günaydın. İyi günler. Bir şey değil. Hazır hem de. Hem qur'a hem qur'ning jumlasiga to'g'ri bora oladigan bo'ldi. Endi biz har bir betda bosh betga qaytadigan bir konibga qaytib qo'yaylik. Onu qaytish uchun fragment jumla deganninki eng ostiga bir tal konibga qaytib qo'yay. Bu konibga biz uyning suratini bassa shu betga qaytadan qilib qo'ysak bo'ladi. Şuna men konibkadan birini ekirme. Konibkaninki uzunluk kengliklerini 40 qilay. Bo'lgandan keyin buni ekranning eng ostiga to'g'rilash uchun bottom to bottom of parent desam bo'ldi. Endi o'ttirg'i to'g'rilash uchun start to start end to end desam bu o'ttirg'i keldi. O'ttirg'i kelgandan keyin buning ichida rasmni ko'rsatish uchun background deganga home degan rasmni ilib o'tay. Bu şekilde aslında konib katgan bulduk. Endi bununki sel üstüde gösteriş için margin button deganni endi 30 deb berib qo'yay. Endi bu konibga bir ID bekitib qo'yaylik. ID button ID button qaytish deylik. Endi jumla fragmentning ichida button qaytishni bosgan chog'da
bu. Biz bayağıdan bu derecede erkigen usulda yüksek buldu. Cümle fragmentinin içinde bu hem baş beti qaysı buldu. Yani qarab bakaylı. Bunu qilib bo'lgandan keyin endi biz har bir betga birden ko'nikib qo'shib, shu ko'nikkani bassa, shu betdagi jumlani saqlab olgan qilib boqayli. Bunda qilish uchun biz mana bu fragment har bir betniki ustiga bir tal toggle button qatayli. Bu ko'nikkaniki o'rni top to top of parent olsun. Anadan keyin end to end of parent desek. O'ng taraf burjakka keldi. O'ng taraf burjakka kelgandan keyin endi buniki atrofini ozroq o'rin tashlab qo'yayli. O'rin tashlagandan keyin bu ko'nikkamizga ism qo'yayli. ID button saqla deb. Yoki tanla deb. Ism qo'yib bo'lgandan keyin endi biz mana bu birinchi text view'ni shu ko'nikkaning ostiroq turadigan qilayli. Bottom of qilaversak ko'nikkaning ostiga kelgan bo'ldi. Endi bu ko'nikkada biz tanlagan vaqtda hozirgi sharoitda normal toggle button degan qanday ko'rinadi desanglar, bunda on off deb da text va şekilde ko'rindi. Normal bu şekilde ko'rindi endi. Buning ustida on off deb text vatdi. Men ma 40 deb qo'yishqa ko'rinamidi bu. 140 desem masalan ko'ralaysizlar, qarab boqinglar. Normalde bu şekilde buldu. Yani biz bunun o'rniga endi bunun tekstini ko'rsatmaydigan qilib text on text off degan quruq narsa bersanglar text ko'rinmaydigan bo'ldi. Anadan keyin buni jurak şekilde bir tal jurak ko'nikkaning o'rnida bir jurak ko'rinadigan qilayli. Unda qilish uchun drawable deganning ichiga avval biz jurakning rasmini kirib olayli. Buni bir yerden favorite deb izlasanglar ikki xil chiqadi. Buni biz on deb on holatga buni off holatga quruq holat turganini kirib olayli.
Bunu işkital resimine kirip olduk. İşkital resimine kirip algandan keyin Togglebot'un içinde işletiş üçün biz resource widget'ten birini kurup alaylı. Bununki biz talla degenninki ak görünüşü bolgan üçün talla dep koyup turayı bunu. Bunun içine biz işkital item katımız. Birincisi tallanğa aletninki. Tallanğa aletninki hemde resmi. Aş 10 degan resimni tanlasak. Andan keyin ikincisi şunu özünden geçirip işletey. İkincisiga tallanğa deganni tallanmagan alet qilib, bunga off deganni işletimiz dep bu şekilde. Bir dal widgetni zalab olgandan keyin my favorite border deb saqlanıp qapti. Men ismini o'zgartirib o'tay. Endi bu ikki xil adatni ko'rsatish uchun buni saqlab olgandan keyin biz bu fragment jumla deganning ichiga kirib, buningga endi cho'ng kichiklikni 40 deb o'zgartirib o'tgandan keyin oq ko'rinishga shu o'zimiz hozirlaydigan widgetni ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. O widgetning ismi tanla. Endi men bu yani ko'rib baksak, jurekning resmi chiqdi. Endi xohlasanlar jurekning rangini tint orqali o'zgartirib olsanglar bo'ldi. Endi ko'rib bakaylı. Hazır saqlab ediş üçün ko'nikmada birini qatdiq. Uslubni moslash uchun biz shu uslubning rangini qilib qo'yaylik. Şu tanlagan cümlemizni saqlaydigan qilish uchun sandanğa talla deb bir bo'lak qatayli. Buni qilish uchun modify table deganning ichiga bir bo'lak qatimiz talla deb. Buning tipi endi buningda tanlanmaganni bekitish uchun shu son tiplik narsa mos keladi. Bu yerda boolean tiplik narsa yo'q. Shuni son deb tanlab etdik. Bunu saqlab olgandan keyin endi biz app'ning ichidagi telefonimizning ichidagi taqridlik shuni ichidagi yoki telefonni sinayotgan bo'lsangiz telefonning ichidagi app'ni yuvib etmasanglar asosan yangilanmaydi. Bir tal bo'lakni qaytib bo'lgandan keyin biz bu modelga
bir tal bölek kataydı. Bölekimiz talla dep bunun tipi bölüm bolsun. Endi bu yerden talla degan parametrini beğenmeden dep çıktı. Endi bunu beriş için biz qanday qilamiz desanglar, bu yerda sondan biz sondan saqlagan bolsak, sondanning ichida talla deb yana bir narsa qaytadi. Bu kursorningki get int deb endi eng oxirgi 4-bo'lakdan qaytadi. 4-bo'lakni qiymatini olib boldik biz. Endi bu qiymat agar 1 bo'lsa biz mana shu deb ko'rsatgan, 1 bo'lmasa false deb ko'rsatgan qilish uchun talla deganning o'zi teng 1 deb mana shekilli berib qo'ysanglar, mana son tiplik narsa mana bizning modelga boolean tipga true false o'zgarib kirdi. Endi buni bu şekilde bir taraf qilib boldik. Endi konopkamizni bosgan vaqtda saqlaydigan qilish uchun biz mana jumla fragmentning ichida o'sha narsani shu yerda jumla fragmentning ichida binding button talla degandan set on check change listeners degan narsani bunun ichiga jurak konopkamiz besilgan vaqtda bu yerda mana bu konopkaning o'zi mana b degani tanlanmagan qiymat qaytadi boolean tiplik. Şuna biz mana jumla degandan talla deganni şimdi bir yerdan qilib qo'ysak, biz bu yerda konopkaningki agar model tallaqliq bo'lsa jurakni biz konopkani endi tallaqliq bo'lsa tanlangan holatda ko'rsatish uchun konopkani talla degan qiymat bo'yicha o'zgardan qilib qo'ysak bo'ldi. Agar bu talla degan qiymat berilmagan bo'lsa, false qaytarsak, tanlangan holatda bo'ladi. Endi ko'rib boqaylik. Cümleni mesela birinci cümleni üçüncü cümleni tanlab koydum. Tanlagandan keyin boshqa qaytib qaytdim. İkinci cümle, üçüncü cümle tanlaganimiz bitdi. Lekin bu sondanğa biz yozgan qilmaganligimiz uchun SQL'da yozgan qo'lni qatmadik hozir. Shunga qayta qo'zg'atsak, bizning tanlab olgan narsalarimiz yo'qolib ketdi. Sizdan 3-cümle qarab boqaydi. Ayni yo'qolib ketdi. Endi buni saqlab olish uchun biz mana bu jumlaningki tanlangan qiymatiga qiymat berishdan boshqa endi saqlab olish uchun biz activity'ning ichidan activity as main activity deb jumla helper deganni jumla helper uni ziyorat qilish uchun u private bo'lmasligi kerak. Qarab boqaylik. Private degan elib etsak, uni ziyorat qila olamiz. Jumla helper deganning ichidagi databasega update degan buyruq bilan biz tanlanmagan holatni o'zgartirgan narsani qo'shish to'g'ri keldi. Endi bu update deganninki birinchisi table name
table name'imiz bizning jumla. Hem ikkinchisi content values geçiş doğru keldi. Şuna avval content values qurib olaydi. Content values deganning o'zi bu şekilde qilsak bo'ldi. Endi bu content values deganga biz put deb tanla degan bo'lakka mana tanlangan bo'lsa 1'ni, tanlanmagan bo'lsa 0'ni yozgan qilaylik. Endi unda qilish uchun biz mana konupkinin tanlangan, tanlanmaganligiga asosan 0,1 degan qiymatni o'zgartirish uchun bu yerda tanlaning qiymati o'sha b. Agar b ning qiymati true bo'lsa 1 bo'lsin. Unda bo'lmasa 0 bo'lsin deb bunda qilib qo'ysanglar. Buningda b true bo'lgan chaqda 1'ni bo'lmasa 0'ni qaytarib turdi. Endi bu qaytargan qiymatning o'zini content values'ga yozib etsak bo'ldi. Tanla val deb buni yozib etdik. Bunu yozib etgandan keyin endi men update deganning ichiga ikkinchi parametr content values, uchinchi parametr where deb nimani o'zgartirishni bekitib beramiz. Biz id ga asosan hukm qilsak bo'ldi, qaysi narsani o'zgartirishni. Buning id'si endi biz hozir qaysi jumlada bo'lgan bo'lsak, shu jumlaning id'sini array shaklida beramiz bu parametrni. Array of bu string bo'lishi kerak. Shunga jumla deganninki tanlar. Jumla deganninki id'sini to string deb string aylantirib o'tib bersak, endi o'sha id'si nimaga teng bo'lsa, shuni id'si navbatdagi jumlaga teng bo'lgan narsaniki tanla degan holatni o'zgartirgan bo'ladi. Endi sondan o'zgartirgan narsani qilib bo'ldik. Endi sinab boqaylik. Endi birinchini tanlab etdik. Taqib etdik. Qaytib kelib boqaylik. Demak, tanlagan narsamiz shu bitta turadigan bo'ldi. Masalan, men endi 3-jumlani tanlay. Chekinay. Qaytib kiray. Hozir birinchi jumla, ikkinchi jumla, uchinchi jumla. Demak, endi bu bizning saqlaganimizni ko'rsatib beradigan bo'ldi. Endi mana bosh betga bizning saqlab olgan jumlamizni ko'rsatadigan anda bir iqtidorni qaytish uchun bu yerga konib qo'ydim qassak. Ya'ni o'xshash usulda şu fragment cümle deganning ichidagi toggle button deganning o'zini ko'chirib buni bosh betga mundarij betga o'rlashtirib qo'yaylik. Mundarij betda bu list view lambati ma frame layoutni biz concentrate layout o'zgartiraylik. Concentrate layout o'zgartgandan keyin avval toggle buttonni qo'yib buni button tanlanganlar endi buni üst qismini konupkaning astiga to'g'rilab etsak,
baş betke bir tal konupka kirgizgen bulduk. Yani baş bette o konupkаны bassa bizge şu tallangan baş bette o konupkаны bassa baş bette o konupkаны bassa bizge tallangan cümlelerini kösüp beriş üçün biz bu helper'dan içindeki cümleler degenni ki hem de şartga asasen bizge tallangan cümlelerini yoki bütün cümleni kösüp bergan kılaylı. Bunda kılış üçün biyagi biz bir talla dep boolean parameter koşup koyaylı. Parameter koşup koyup hem de bu parameterga asasen eğer talla degan rast bolsa biz manınga ver dep talla degan tang çu degan şartni qitip etsek talla degan tang bir degan şartni qitip etsek o çağda tallangan cümleler kösüp berdigan boldu. Bunda kılış üçün biz biyagi şart degenin özü eğer talla degen rast bolsa ve talla tang bir degen şartni qatsak boldu. Maselek cümlesinin keyniga. Eğer talla degen rast bolmasa biz hiç qanday şart qatmasak boldu. Şoňa şart degen näseni bu ýerde izalyp algandan keyin biz bunyň keyniga şart degenini qitip bersek muşu talla degen kymmatynyň özgürişi asasen buny tallangandan kösütişine ýa-ki buny kösütişine da aýryly boldygan halda boldy bu. Hemde ijra kılsak cümlelerini işletken yerimizde hatalık çıkıdı. Ondan şu hatalıkını düzeltip main activity'de cümleler degende main activity'nin içinde endi islet körsetken wagtymyzda biz tallangan näsini körsetmeýiz, emni körsütimiz. Ondan bu mundaj fragmentning içinde bunun içinde bizninki konupkemiz tallanganlar degan konupkemizniki altı özgerse biz matizm degenini özgersek boludu. Altı özgergen çağda tizim degeninin özü cümle helper cümlele bunun içindeki parametri be true was true, false was false bolganlyk üçin be dep bolup koysak aşyň asasen tizimlikni özgertirgen boldu. Tizimlik özgerip bolgandan keyin adapterni gaýta berip bersek aşy ýeňi tizimlik boýunça tizimlik ýaňlandy. Demek hazır baş betdimi? Aş tallanmagan cümleler toğry alat göründigen boldy. Hem de bu qytymlyk derste tonuşdurgan mezmunlar bir şey tügidi. Anlaganyňlarga rahmet. Allah'a emanet.